Hammaga salom. Bugungi videomizda Xiaomi kompaniyasidan Smartboxni remont qilishni birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu galgi videomizda Smartbox pitaniya mikrosxemasi zamkanaga tushgan deb turib egasi olib kelib berdi. Ketdik, birgalikda remont qilishni o'rganamiz. Sizlar bilan birgalikda ochib, birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek shunaqa chiqqan Smartbox. Bu tomonda USB orqali pitaniya beriladi, bu tomondan esa televizorga tiqamiz. Buni qaysi mikrosxemasi kuyganini birinchi topib olamiz. Demak, mana shu mikrosxemamiz kuygan ekan. Buni almashtirib ko'ramiz. Demak, chiqishida zamkana yo'q. Kirishda zamkana bor. Zamkana bu taraflarda ham ko'rsatyapti. Ko'rdingizmi? Mana mikrosxemasini almashtirdik. Qani birgalikda tekshirib ko'ramiz. Bu yerda zamkana yo'q, bu yerda ham yo'q. Bu tomonda mikrosxemada zamkana yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Chiqish ham, kirish ham joyida. Buni endi zaryadnik kabelga ulab, sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, 5 volt kelyapti. Chiqish 1-2 volt bor. Bularda ham normal, bunda ham joyida. Bu ham joyida. Bu ham joyida. Bu ham joyida. Bu ham joyida. Birgalikda sizlar bilan buni televizorga tekshirib ko'ramiz endi. Buni mana shu tartibda televizorimizga joylashtirdik va bu tomonidan esa zaryadni joylashtirdik. Ko'rdingiz. Endi biroz kutamiz. Aniki ishladi. Ko'rdingizmi? Remont qilish unchalik qiyin narsa emas. Faqat ozgina instrumentni ishlatishni bilib olsangiz va hokazo. Ana ishladi. Xohlasangiz mana nastroykasida ko'rishingiz mumkin. Bu ishladi. Keyingi videolarimizni YouTube'da tomosha qilishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni, kommentariyada yaxshi fikrlarni yuborishni va shu sohani o'rganishni ilinjida bo'lgan bo'lsangiz, menga xabar berishni unutmang. Obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.